Abduqodir Husanov endi shunchaki zaxiradan tushadigan futbolchi emas. U 20 o'yindan beri davom etayotgan tarixiy ustunlik fonida asosiy tarkibga yaqinlashmoqda. 62-13 umumiy hisob. 1888-yildan beri ingliz futbolida kam uchraydigan seriya. Endi esa navbat Angliya Kubogida Salfordga qarshi o'yin. Savol bitta. Husanov bu yangi bosqichning markaziga aylanadimi? Assalomu alaykum. Bugun Manchester City'ning tarixiy seriyasi va Salford City'ga qarshi taxminiy tarkibi haqida gaplashamiz. Agar siz ham Husanovni kuzatayotgan bo'lsangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Manchester City Fulhamni ketma-ket 20 marta mag'lub etgan. 17 ta liga, 2 ta Angliya Kubogi va 1 ta Liga Kubogi uchrashuvi. Bu 1888-yildan beri qayd etilgan eng uzun seriyalardan biri. Hammasi 2012-yil fevralidagi qorli o'yindan boshlangan. Aguero va Dzeko gollari, 3-0 va tarixiy start. Pep Guardiola davrida bu ustunlik yanada tizimli tus oldi. Lekin endi tarkib yangilanmoqda. Salfordga qarshi bahsda City 4-3-3 sxemasida maydonga tushishi kutilmoqda va aynan shu o'yinda Husanov asosiy tarkibda John Stones bilan birga markaziy himoyada harakat qilishi mumkin. Darvozada James Trafford, o'ng qanotda Rico Lewis, chapda Ryan Ait-Nouri. Markazda Husanov va Stones juftligi bu yosh va tajriba uyg'unligi bo'ladi. Ruben Dias va Mark Guehi esa zaxirada qolishi mumkin. Yarim himoyada Nico O'Reilly, Tijani Reinders va Nico Gonzalez uchligi maydon markazini nazorat qilishga harakat qiladi. Rodri va Bernardo Silva esa ehtimol ikkinchi bo'limda maydonga tushadi. Hujumda Semenyo va Cherki qanotlarda, markazda esa Omar Marmush. Erling Haalandning tiklanishi qiyin, Foden esa o'yinni kuchaytirish uchun zaxirada bo'lishi mumkin. Ammo bu o'yinning asosiy nuqtasi Husanov. Agar u asosiy tarkibda tushsa, bu Guardiolaning ishonchi va himoyadagi yangi bosqich belgisi bo'ladi. U to'pni pastdan olib chiqish, pozitsion intizom va tezkor qaror qabul qilish jihatdan jamoaga moslashib bormoqda. City hozir nafaqat rekordni davom ettirish, balki yangi nomlarni asosiy rotatsiyaga qo'shish jarayonida va aynan shunday o'yinlar yosh futbolchilar uchun imkoniyat maydoni hisoblanadi. Savol shuki, Salfordga qarshi bahs Husanov uchun burilish nuqtasiga aylanadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.